Assalomu alaykum. Bugun biza Arduino'ni knopka bilan boshqarishni eng oddiy uslubini ko'rib chiqamiz. Analog 5-kontakt bilan GND'ni o'rtasiga bitta knopka ulangan. Agar biza bu knopkani bossak, 13-pinga signal boradi. 13-pinga ulab qo'yilgan svetodiod yonibdi mana. Knopkani bosdik, signal bordi. Knopkani uzdik, signal to'xtadi. Mana shunaqa oddiy sxema. Bu sxemamiz oddiy bo'lgani bilan ko'p joylarga foyda beradi, ko'p proyektlarga ishlatiladi. Agar kimga kerak bo'lsa, xohlaganicha takomillashtirsa bo'ladi. Aytganimday, eng oddiy uslubini ko'rsatdim. Endi sketchga ozgina e'tibor qilsak, serial begin yordamida monitor port ochilgan. Bu monitor portimiz knopkani holatini ko'rsatadi. Bosilgan yoki yo'qligini. 13-pinimizga qanaqa signal bor ikonini, 0 yoki 1 signal bor ikonini ko'rsatadi. Lekin cheksiz yangilanaverganligi uchun tizim bizani monitor portga hech qanaqa narsa ko'rsatmaydi. Shu uchun biza ozgina zadержка qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda 10 millisekund delay yordamida 10 millisekund zadержка qo'yilgan. Lekin bu zadержка butun tizimni to'xtatib qo'yadi. 10 millisekund ichiga hech qanaqa tizim ishlamaydi. Agar sizlar bu sketchga qo'shib yana nimadir yozmoqchi bo'lsalaringiz, mana bu delayni o'rniga millis ishlatgan yaxshi. Endi monitorimizga qanaqa ko'rsatkich chiqayotganini ko'ramiz. Mana knopkani bosdik, qo'yib yubordik. Bosdik, qo'yib yubordik. Mana shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha.